Bektemir tumanida katta miqdordagi giyohvandlik vositalari bilan 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Xabaringiz bor, respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Xususan, poytaxtning Bektemir tumanida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2 nafar shaxs qo'lga olinib, ularning yoni va avtomashinasi ko'zdan kechirilganda katta miqdordagi geroin giyohvandlik vositasi topilgan va xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olingan. Mana o'zingiz tasvirlarda ko'rib turibsiz, har bir giyohvandlik o'ramalarining ichida mana bunday qadoqlangan zakladka usulida tarqatish uchun tayyorlab qo'yilgan giyohvandlik vositalari bor. Mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin oq rangdagi giyohvandlik vositasi. Jinoyat qidiruv bo'lim xodimlari tomonidan tezkor tadbir davom ettirildi. Gumonlanuvchilar bilan o'tkazilgan surishtiruvlar davomida ularning yashash manzilida ham giyohvandlik vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xonadon ham xolislar bilan ko'zdan kechirilganda gumonlanuvchilar katta miqdordagi turli xildagi giyohvandlik vositalarini saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. O'zingiz tasvirlardan ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu qadoqlangan giyohvandlik vositalari, bu yerda mana sintetik giyohvandlik vositalarini ham ko'rishingiz mumkin. Gumonlanuvchilar mana bunday amberlar, qaychi va izolentalar yordamida giyohvandlik vositalarini qadoqlashgan va zakladka usulida turli joylarga tarqatib chiqishgan. Mana bu qadoqda ham bitta qadog'iga giyohvandlik vositalarini joylashtirish mumkin. Qilgan ishlarimizdan pushaymonmiz. Bunaqa ishlarni takrorlamasliklarini so'rab qoladi. Oxiri qamoq jazosi. Mana shu oy 18-iyulda to'yim bo'lishi kerak edi. Unashtirilganman. Hayot tugadi men uchun. To'yimga yetdi-ku qoldi oke. Oxiri qamoq boshqa iloji yo'q. Hamma qilmish uchun javob beradi. O'tkazilgan tezkor tadbirda 1 kilogramm 200 gramm geroin va 100 gramm mefedron giyohvandlik vositalarining tarqalishi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchi shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi A va B bandlari bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoiy ish doirasida gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davom etmoqda.